Toshkentda ko'p qavatli uylarning biri yong'in ichida qoldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpiska tugmachalarini bosib qoldiring. Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida xonadon yonib ketdi. Bu haqda poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, 5-may kuni soat 19:25 da Toshkent shahar Uchtepa tumani Chilonzor 31 dahasidagi joylashgan ko'p qavatli uydagi xonadonlarning birida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari aytilgan manzilga soat 19:32 da yetib borib, yong'in soat 19:48 da o'chirilgan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida jarohatlanganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpiska tugmachalarini bosib qoldiring.